Atidan qildim mana shu gap. Hozir og'ritisam kulib turing deydi. Boydan beri aytmadi kulib turing. Bugun sizlar uchun qizlar men ragalik tayyorlashni o'rgataman. Ragalikimizga qatiq yoki smetana yoki qaymoq emas, oddiygina sut bilan tayyorlashni o'rgataman. 200 gram 82% margarin kerak bo'ladi. 360 gram un bilan margarinni urvoq qilamiz. Bu yerda 10 gram razrixitelь. Razrixitelni unga qo'shib yuboramiz va bu massamizni urvoq holatiga keltiramiz. Margarinimiz qizlar xona haroratida yumshab turgan bo'lishi kerak. Mayin, yumshoq urvoq qilamiz. Pesочный xamirlarda har doim bilib qo'yinglar. Urvog'inglar qanchalik mayin bo'lib, ko'proq urvoq bo'lsa, pesочныйлigi shunchalik baland bo'ladi pechenyelarimizni. Mana pesочный xamirimizni yaxshilab urvolab oldik. Mayin bo'ldi mana. Unli massasi qolmadi. Sariyog' margarinimiz ham qolmadi. Yaxshilab urvoq qilib oldik. Endi bunga sutimizni qo'shamiz. Mana xamirimizni qorib oldik qizlar. Yumshoq pesочный xamir bo'ladi. Uni 4 bo'lakga bo'lib olib yoyamiz. 4 ga bo'lib olamiz. Xamirlarimizni yoyib olamiz, yupqa qilib. Stolga yopishsa qo'rqmanglar qizlar. Ozgina stolga yopishadi, o'rayotganimizda bu sezilmaydi. Stolga yopishib qolmaydi, unaqa suyuq bo'lib. Yog'liroq xamir bo'lgani uchun bemalol ustida ishlayveramiz. Xamirimizni yoyib oldik, endi bo'laklarga bo'lib olamiz. Xamirlarimizni bo'lakga bo'lib oldik. Endi o'zimizning xohishimizga qarab nachinga tanlaymiz. Men vareniy molokodan, quyiltirilgan sutdan foydalanyapman. Sizlar xohlasanglar yong'oq, jemlardan foydalansanglar bo'ladi. Yoki magiz ishlatsanglar ham yaxshi chiqadi qizlar. Qog'ozimiz listga yaxshi joylashish uchun qizlar 4 burchagidan kesib qo'yamiz. Shunda yaxshi joylanadi. Ajin bo'lmasdan qolipga o'xshab joylashib tushib oladi. Ragaliklarimizni oxirgi burchagini tagida qoldirib taxlaymiz listlarimizga. Mana ragaliklarimizni yasab oldik. Endi 180 gradusda 20-25 minut pishirib olamiz. Ragaliklarimiz pishib chiqdi mana. Qizlar unaqa qizartirib yormaymiz. Oq bo'lsa ham pishgan bu. Endi ustiga sovutib bo'lib, ragaliklar sovigandan keyin ustidan saxarniy pudra sepamiz. Sovigan ragaliklarimizni endi saxarniy pudraga belab olamiz. Qizlar, saxarniy pudrani iloji boricha uyda o'zingizlar tayyorlamanglar, tayyorini sotib olsanglar, pudrasi yaxshi ezilgan bo'ladi. Ragaliklarga yaxshi shimib yopishadi shunda. Mana ragalik soldik saxarniy pudrani ustiga, mana shunaqa qilib bulg'ab olamiz. Shunda oppoq bo'lib chiqadi. Ko'chada vipichkalardan palon pulga oladigan ragaliklar tayyor. Mana qizlar bemalol o'zingizlar uy sharoitida tayyorlab yesanglar yoki sotuvga chiqarsanglar bo'ladi. Yana bezak uchun ozgina saxarniy pudra bilan yasatib olamiz. Mana kam xarj, uyda har doim bo'ladigan narsalardan tayyorlangan ragalikimiz tayyor bo'ldi. Siz ham tayyorlab, oila a'zolaringizni xursand qiling.